Salom Joybox obunachilari, yaqinda chiqib shov-shuvlarga sabab bo'lgan Infinix Note 40 Pro hamda Infinix Note 40 bo'yicha bugun sizlar bilan gaplashamiz. Bu video ko'proq solishtiruv videosi bo'ladi. Xarakteristikalarga uncha ko'p to'xtalmaymiz. Bu videoni qilishdan maqsad qaysi birini olay deb ikkilanib yurganlarni bir maqsadga olib kelish. Hozir bu smartfonlarni ochib ko'ramiz va komplektatsiyasida qanaqa farq borligini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, Infinix Note 40 ni o'zidan boshlaymiz. Demak, ochib ko'raman. Bu Infinix Note 40 imiz 16 GB ga 256 GB, ya'ni 8 GB qo'shimcha 8 GB boost qilish imkoniyatingiz bor. Demak, ochib ko'ramiz. Qutisi, mana komplektatsiyada mana telefonning o'zining qutisi i plus bizaga MacPad qo'shib berilgan ekan. Mana shuni ochishdan boshlayman unda. Bu Infinix o'ziniki quvvatlash uchun ekan. Hozir buni qanaqa quvvatlash mumkinligini ko'rib chiqamiz. Demak, smartfonni o'zini ochish boshlaymiz. Demak, qutini o'zi ancha qo'llanma, oyna, ya'ni stiklo uchun maxsus namlatdachalar. Qo'shimchasiga mana stikloni o'zi chiqdi bizaga, qo'shib berilyapti. Zavodda o'zida mana stikloni o'zi yaxshi sifatda va bizaga mana bunday shisha sifat plastikdan tayyorlangan chexol qo'shib berilibdi. Mana bo'yigini menimcha ulash uchun mana ko'rganingizda tushib ketmayapti, yaxshigina ulanar ekan. Smartfonimizni o'zi, smartfonni mana o'zi ko'rib turganingizdek chiroyli, qo'lga zo'r mos tushadigan. Bundan tashqari yana nimalari bor ekan? Birinchi bo'lib mana USB A va USB Type-C li shnur, qo'shimchasiga bizaga mana bunday quloqchin, ya'ni naushniklar qo'shib berilibdi va adapter, quvvatlash uchun 45 vatli adapter qo'shib berilgan. Infinix Note 40 imizani komplektatsiyasi shu ekan. Hozir Note 40 Pro ni ochib ko'rib, ularni solishtirib ko'ramiz komplektatsiyani. Endi Note 40 Pro ni ochib ko'ramiz. Bu Note 40 Pro imiz 256 GB asosiy xotira, 24 GB bu operativ xotira, ya'ni 12 GB operativ xotira, 12 GB qo'shimchasiga boost qilish imkoniyatingiz bor ekan. Bunda ham smartfon, qo'shimchasiga MacPad, mana ko'rib turganingizdek. Buni ochib o'tirmayman, boya ko'rdinglar. Smartfonni o'zidan boshlayman. Qutisi, demak, buni ham komplektatsiyasi menimcha xuddi shunaqa deb o'ylayman. Mana qo'shimcha narsalar. Bizaga mana gift card berilgan ekan. Bunda kod bor. Olsanglar menimcha gift card qo'shib berilishadi. Gift cardning ichida nima borligini keyin ko'rib chiqamiz. Xuddi shunaqa ustki qismi uchun stiklo va chexolga, lekin boshqacha materialli chexol. Qo'shimchasiga mana smartfonning o'zi ko'ramiz. Juda chiroyli. Keyinroq ta'riflab beraman. Demak, buni ichida yana qo'shimchasiga xuddi shunaqa menimcha Type-C va USB A shnuri bor va xuddi shunaqa naushnik chiqdi. Farqi mana adapter 70 vatli, menimcha boyaginiki 45 vatli edi, buniki esa 70 vatli. Faqatgina farqi shuda va plus gift box sizga chiqib berdi. Endi buni chexolni taqib ko'ramiz. Chexolni taqib ko'ramiz. Chexol ham qulay, smartfonning o'ziga qolipdek tushdi. Hamma joyi, hamma kerakli teshiklari to'g'ri tushgan, ko'rganingizdek. Chexol ham juda ham zo'r. Kelinglar, bu bo'yicha hozirlarga qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bu sizlar o'ylaganinglardek shuni yopishtirib qo'ysa, bu zaryad olib ketmaydi. Yopishtirish uchun maxsus o'zini chexoli bo'lishi kerak. Mana chexol yopishtirib qo'ydik. Buni olasizlar, chexolni yopishtirasizlar chexolga. Xo'sh, ulangandan keyin zaryadning simini bunga ulaysizlar va zaryadga tiqib qo'yib, bemalol ishlatishinglar mumkin. Bu ayniqsa PUBG o'ynaydiganlar uchun juda ham qulay. Mana bu yerda sizga xalaqit berib o'tirmaydi. Shuna ulangan holatda siz o'ynashinglar mumkin bo'ladi. Dizayn borasida ikkalasi ham chiroyli. Mana ko'rib turganingizdek, orqa tarafdan deyarli farqi yo'q, kameralar joylashuvda. Lekin yon tarafdan qaraydigan bo'lsangiz, Note 40 o'zi tekis shaklda ishlangan. Note 40 Pro esa aylana shaklda, ya'ni H sifatida ishlangan. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, Note 40 imizda plastikoviy, Note 40 Pro ga keladigan bo'lsak, materialdan ishlangan uzorlari bor. Buni ushlab ko'rsangiz, boshqacha tuyg'uni his qilasiz. Smartfonlarning ekran qismiga keladigan bo'lsak, ikkalasida ham AMOLED ekranlari ishlatilgan. Uzunligi 667 dyum. Bundan tashqari maksimal yorug'likda 1300 nitgacha yetadi. Yangilanish chastotasi esa ikkalasida ham 120 Hz. Ekranlardagi katta farq esa ularning tuzilishida, ya'ni Note 40 imizda tekis shaklda, Note 40 Pro imizda H sifatida ishlangan. Korpus qismida yana bir farqi, bu Infinix Note 40 Pro smartfonni ultra qizil nur joylashganligida.
Bu qizil nur orqali siz uyingizdagi buyumlarni, ya'ni pult sifatida boshqarishingiz mumkin. Bu smartfonlar protsessorida ham farq yo'q. Ikkalasida ham 6 nanometrli 8 yadrli MediaTek Helio G99 Ultra protsessorlari o'rnatilgan. Bu protsessorlar 2200 MHz chastotaga ega. Yana bir yaxshi jihati, bu smartfonlarda Always On Display funksiyasini ishlatishingiz mumkin. Always On Display chiqqaniga ko'p bo'lgan. Bu biz uchun yangilik emas, lekin bu smartfonlarda ishlatilishi odamni xursand qiladi. Bu smartfonlarning ikkalasida ham 108 megapikselli kamera o'rnatilgan. Kelinglar yaxshisi solishtirishni ko'chaga chiqib, video va suratga olib turib ko'ramiz. Videodagi stabilizatsiya borasida Note 40 Pro'imizga ustun keldi. Sababi bunda optik stabilizatsiya joylashgan, bunda esa sifroviy stabilizatsiya joylashgan. Ana endi bu smartfonlarni yaxshilab game testdan o'tkazamiz. PUBG'chilar yaxshilab o'rnashib olinglar. Hozir PUBG o'yinini boshlaymiz. Xo'sh, birinchi bo'lib Infinix Note 40 Pro smartfonimizni PUBG o'yinini testdan o'tkazamiz. Mana PUBG o'yiniga kirib oldik. Hozir bizga ana 120 Hz ko'rsatyapti. Nastroykalarni ko'ramiz. Rostdan 120 Hz. Xo'sh, grafikada bizda plavnoda turibdi, chastota kadr ultrada turibdi. Tashqari balansga o'tkazsak bo'ladi grafikani, vysokiyga o'tkazsak bo'lar ekan. Maksimumga уже yo'q bizga dostуп. Ko'rib turganinglardek. Высокий. Применять. Xo'sh, bu bilan высокий turibdi. Plavnoga o'tkazsak bo'ladi. Demak, hozir bizga 120 Hz berib turibdi. Lekin 120 Hz da unaqa tuyg'u yo'q. O'yin davomida hozir ko'ramiz, qani bizga necha Hz berar ekan. Smartfonimizda Infinix Note 40, hozir mana PUBG testini o'tkazamiz. Demak, mana o'yinga kirib oldik. Nastroykalaridan ko'rib chiqamiz. Hozircha bizga 60 FPS beryapti. Grafikka o'tamiz. Demak, ko'rib turganingizdek grafikamizda plavnoda turibdi, chastota kadr ultrada. Grafikani balansga o'tkazamiz, ishlayapti. Vysokiyga o'tkazamiz, vysokiy ham ishlayapti. Demak, maksimum bizda maksimum yo'q. Bizda vysokiygacha ko'tarsak bo'lar ekan. Mana ko'rib turganingizdek. Endi buni o'yin davomida test qilib ko'ramiz. Kelinglar akkumulyator bo'yicha sizlarga ma'lumot berib o'tib ketdik. Ikkalasida ham 5000 mAhli akkumulyator o'rnatilgan. Va akkumulyator bilan 13 soat video ko'rishingiz mumkin, 6 soat va undan ozgina oshiqroq o'yin ham o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Agarda qanaqadir farqlarni unutib qoldirgan bo'lsam, kommentariyada yozishni unutmang. Bu smartfonlarni xarid qilmoqchi bo'lsanglar, sizlarga joybox.uz saytini tavsiya qilgan bo'lardim. Sababi bu smartfonlarni hamyonbop narxda, undan tashqari muddatli to'lov asosida ham xarid qilishingiz mumkin. Smartfonlar bo'yicha ma'lumotimiz yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.